Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli vatandoshlar. Mana aytilgan 5 million so'mlik kotelimiz 150 kvadratga mo'ljallangan. Mana eshik, pastki eshigimiz kulxona bo'ladi. Mana bunkeri bo'ladi, ko'mir sho'dan solinadi. Mana shu yerda o't yonadi. Bu bo'lsa teplomeniki bo'ladi. Mana yangan o't mana shunday oylanib chiqib ketadi. Polni avtomatlashtirilgan. Nazorat datchigi bor. Termostati bor. 85lik ventilyatori bor mana. O'zi yoqib o'zi ishlatib turadi. Aqlli kotelimiz mana. Mana mo'ris mana deb chiqadi. 127 lik mo'ri. Pastida mana assoniki bor. Mana ochib tozalashga o'ng'ayli bo'lgan. Xullas, yaqishqa, tozalashga bahona yo'q. Jantaraning kraskasini urgan. Murojaat etamiz. Saylash kotellarimiz 4 milliondan taraf 8,5 milliongacha bo'ladi. Kvadraturasına qarab, materialning qalin yupqasına qarab, avtomat, bez avtomat, xudo xolasa aytganlaringizni yedirib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.